Jetto'g'iz rayoni harbiy komissariyatining bir necha fuqaroga muqobil xizmat o'taganligi to'g'risida qalbaki harbiy guvohnoma bergan fakti aniqlanganini Moliya politsiyasi bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, mazkur komissariyat xodimlari 2014-yili qalbaki bilet berish bilan shug'ullanib kelishgan. Mazkur fakt bo'yicha Baliqchi shahrining harbiy prokuraturasi tomonidan jinoiy ish qo'zg'alib, tergov jarayoni davom etmoqda. Bugun soat 9:00 dan boshlab O'sh oblast birlashgan klinik kasalxonasi shifokorlari qishloqlarga borib, aholiga bepul xizmat ko'rsatishadi. Guruh tarkibida uzoq hududlarda yetishmaydigan shifokorlar bilan mutaxassislar bor. Ular dastlabki safarini Navqat rayonidan boshlaydi. Safar navbat bilan boshqa hududlarda ham davom etadi. O'sh shahrida yana bir ko'prikning qurilishi boshlandi. Bu ko'prik talabalar shaharchasi bo'lgan Qurmanjan-Datqa hududiy kengashi bilan Do'stlik hududini biriktirib turadi. Ko'prik avtotirbandlikni bartaraf qilish maqsadida quriladi. Agar qurilish bitirilsa, shahardagi tirbandlikning 15% bartaraf bo'lishi aytilmoqda. Mazkur ko'prik qachon va qanday bitadi? Bu haqda navbatdagi lavhada. Yangi ko'prik O'sh shahridagi muz tebi ayantidan boshlab, yangi ko'prik O'sh shahridagi muzda uchish maydonidan boshlanib, Isanov va Lenin ko'chalarini birlashtirib turadi. Yo'lning umumiy uzunligi 500 metrga yaqin, ko'prikning uzunligi esa 36 metrni tashkil qiladi. Ko'prikning balandligi 5, eni 22 metr bo'ladi. Unda mashinalar 4 qator bo'lib yurishi mumkin. Piyodalar yurishi uchun ko'prikning ikki tomonidan 3 metrdan joy ajratilgan. Ko'prik qurilishi 15-yanvarda boshlangan. Qurilish ishlarini yakunlash muddati 1 yil bo'lib, joriy yilning sentyabr oyida bitkazilishi rejalashtirilmoqda. Mashina yuruvchi joy chasti 14 metr bo'ladi. Shirina emas, trotuari ikki jag'idan 3 metrdan bo'ladi. Latok ikki jag'idan 1 metrdan bo'ladi. Demeden uruğun, saydın uruğundan 4-5 metr büyüklükte olur. Ko'prik qurilishini tenderda g'olib bo'lgan Suvtransform Жилстрой kompaniyasi olib bormoqda. Umumiy smeta narxi 73 million so'm. Sarflanuvchi mablag' Navoiy ko'chasida qurilgan ko'prikdan oshgan mablag' hisobidan ajratiladi. Өзіңіздер жақсы білесіздер, мынау шаарыбыздың тақ ортасында жайғашқан Navoiy көпірінің құрылышы, Navoiy көшесіндегі көпірінің құрылышы былтырғы жылы бүтті. Ошол көпірден үнемделген ақчанын есебінен біз екінші көпіріні құрып атабыз. Мақсат ошол мамлекеттин акчасын түз элге жеткизүү болуп эсептелет. Кудай буйруса, ошол кыска мөөнөттө ушул көпүрөнү бүтүрүп, ушул шаардыктарга тартуулайбыз. Mazkur ko'prik Qurmanjon-Datqa hududiy kengashi bilan Do'stlik hududini bog'lab turadi. Ikki hududni birlashtirib turuvchi ko'prik yashovchilar uchun katta ahamiyatga ega. Керек, обязательно керек. Студенттер көбүнчө эме кылышат, катташат да бул жактан. Билесиң, Юго-Восток студенттердин шаарчасы. Биз ошо 25 жылдан бери ушул университетте иштейбиз, бет кылышат. Ошо наркы көздөн бери көчүп атабыз. Ошо машина жоктугунан кыйналып, жөө басып, лайга батып калабыз. Юго-Востокто мына Түлөкөнгө өткөнгө жол, Роддомго өткөндөр бар. Биз мындайны айланып баргандан көрө бул жер менен барган жак. Эң керектүү, эң жакшы варианттар. Ko'prik avtotirbandliklardan oldini olish maqsadida qurilmoqda. Agar qurilish bitkazilsa, shahardagi avtotirbandliklar 15% ga ozayadi. Ta'kidlab o'tsak, O'sh shahrida 67 ming mashina rasmiy ro'yxatga olingan. Chetdan kelgan mashinalarni hisobga olganda kuniga 150 mingdan ortiq mashina bo'ladi. Majina Ulug'bek qizi Nazgul Oxun va Azam Buzrikov, Intimaq. 21-yanvarda tongi soat 4:45 da respublika hududida 4 balga yetgan zilzila sodir bo'ldi. Zilzila markazi Qarabuloq qishlog'idan 5 chaqirim shimoliy sharq tomon, Eski Masi qishlog'idan 10 chaqirim shimoliy g'arb, Ko'ktosh qishlog'idan 12 chaqirim janubiy sharq tomon, Gelegen qishlog'idan 15 chaqirim g'arb tomonda joylashgan. Favqulodda holatlar ministrligining ma'lumotiga ko'ra, zilzila kuchi Qarabuloq, Eski Masi qishloqlarida 3 bal, Ko'ktosh, Gelegen, Alma qishloqlarida 2,5 balga yetgan. Vayronalar va jabrlanganlar yo'q. Qirg'izistonning futbol bo'yicha yoshlar terma jamoasi Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida o'tayotgan Hamdo'stlik kubogida bugun qozog'istonlik raqiblari bilan uchrashadi. O'yin Bishkek vaqti bilan soat 17:15 da boshlanadi. Qirg'izistonliklar bu vaqtgacha Belorussiya bilan o'ynab 1-0 hisobida yutib olgan. Moldovaga 2-0 hisobida yutqazishgan. Hamdo'stlik kubogi 15-yanvarda boshlangan, 23-yanvarda yakunlanadi. Unga 8 davlatning jamoalari ishtirok etmoqda. A guruhida Qirg'iziston, Belorussiya, Qozog'iston va Moldova bilan kuch sinashadi. B guruhida Latviya, Estoniya, Rossiya va Tojikiston bellashadi. Qirg'iziston sportchilari o'z guruhida hozircha 2-o'rinda kelmoqda.
Fransiyaning Renault avtokompaniyasi sotuvga chiqargan 15 mingdan ortiq avtomashinalarni sotuvdan qaytarib oldi. Unga mashinalar motoridagi kamchiliklar sabab bo'lgan. Tekshiruv vaqtida unda ko'rsatilgan normadan ko'p o'lchamdagi zararli moddalar ajralib chiqishi aniqlangan. Kompaniya vakillari yo'l qo'yilgan xatolarni qayta ko'rib chiqib, avtomobillarni qaytarishni va'da qilishgan. Fransiyaning Renault avtomashina chiqaradigan kompaniyasi 15 mingdan ortiq avtomashinalarni ortga qaytaradi. Ularni motor qismini ekologik me'yorga moslashtirib qayta chiqarishni rejalashtirmoqda. Hukumatning olib borgan tekshiruvlari shuni aniqlaganki, ulardagi ajralib chiqadigan zaharli modda miqdori me'yordan ortiq ekan. Unga qo'shimcha o'lkaning mudofaa vaziri qayta ishlab chiqarilgan avtomashinalarni tabiiy yo'l bilan tekshirishni alohida ta'kidladi. Renault kompaniyasi 15 mingday unasin qaytara turgan bo'ldi. Alarni qayradan tekshiruvdan o'tkazib chiqaramiz. Mumkin bo'lishuncha avtounadan ziyonli zotlar oz o'lchamda bo'linib chiqa turgan qilishimiz kerak. Ministr bu kabi holat boshqa avtokompaniyalarda ham bor ekanini aytib, hozircha ular ommaga e'lon qilinmaganini qo'shimcha qildi. Bundan sirtqari normani buzgan boshqa markadagi avtokompaniyalarda bor. Alarni natnata bayili qo'yoyin. Menejerlari yaqinqi arada unalarni tekshiruvdan o'tkazishga ma'qul bo'lishdi. Negizgisi abani bulg'uvchi zotlardan arilishimiz o'ta ma'nili. Renault kompaniyasi vakillari 3 ta ishxonadan avtomashinalarning motor qismini tekshirib ko'rishdi. Bu voqea kompaniyaning avtomashinalar narxini tushishiga sabab bo'ldi. Eslatib o'tsak, bundan biroz avval Germaniyaning Volkswagen kompaniyasi ham shu kabi holatga duchor bo'lgan edi.